Shohruxxon aka, ne g'amlar ko'ryapmiz. Changam bo'lib ketibsiz. Otdan ko'zingizni ochib qo'yaman mana. Ko'rib turing bizni. Namanganlik yigitlar Captiva'da Hindistongacha borib Shohruxxon bilan ko'rishmoqchi. Namangandan Hindistongacha proyektimiz biz Afg'onistondamiz o'rtoqlar. Instagramda Donyorbek Ismoilov hamda Doniyor Karimjanov nomi ostida blog yurituvchi yigitlar Namangandan Hindistongacha mashinada borib Bollivud qiroli Shohruxxon bilan shaxsan ko'rishmoqchi. Ma'lum bo'lishicha, blogerlar aktyorning ashaddiy muxlislari hisoblanadi. Ular bu aksiyasi orqali Shohruxxonning e'tiboriga tushish va yuzma-yuz uchrashib suhbatlashish niyatida. Hatto Captiva'ning tashqi qismiga Shohruxxonning suratlarini yopishtirib, unga Instagram orqali salom yo'llashmoqda. Loyiha joriy yilning yanvar oyida boshlangan. Safar Afg'onistonning tog'li hududlariga yetganda ko'ngilsiz hodisa yuz bergan. Gap shundaki, yigitlardan biri appenditsit bo'lib shoshilinch ravishda Toshkentga olib kelingan va operatsiya qilingan. Captiva ham uzoq va noqulay yo'l sharoitida yurib, abgor holga kelib qolgan. Ayni paytda bloger operatsiya bo'lganiga qaramay, maqsadidan qaytgani yo'q. U Shohruxxonning oldiga mashinada bo'lmasa, samolyotda bormoqchi. Instagramda muxlislar hamda boshqa blogerlar uni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda.